Andijonda bir dona. Yo'q boshqa, bu yagona. Chunki Bunaqasi Andijonda bitta deganimda ishonmagandinglar. Bu aynan o'sha Kia Sonet obzorini ko'rgansizlar. Bu mashinani bu holatdan bu holatiga keltirgan joyga keldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, общий necha pulga tuning qilib berdi shuni? $1000 oshiqroq asfalt ketdi. Faralar o'zgargan, uflitr subwooferlar qo'yilgan, CarPlay qo'yilgan, salon qismi o'zgargan, diska taqilgan, black piano qilingan. Sizda hozir tuningdan boshqa yana qanaqa ishlar bor, xizmatlar? Diagnostika, programma, pnevma remont, полный elektroobорудование oid hamma ishlar bor. Rul ustanovka, bar ustanovka, shunga o'xshash hamma ishlar. Shunaqa ustalar bormi pnevma podveska qiladigan? Yo'q, bizga mana Qirg'izistondan, Tojikistondan Mercedes va shunga o'xshagan mashinalar o'tadi. Pnevma podveskalarni remont qilib, undan tashqari motor qismidagi muammolarni ham bartaraf qilib beryapmiz. Sizga elektrik ishlari bo'yicha eng ko'p keladigan muammoli ish nima? Injektor to'lib qoladi, zaslonkasi to'lib qoladi. Bizda benzin yomonligi sababli injektorlar to'ladi, zaslonkalar to'lganligi uchun shu muammolar kelib chiqadi. Mashinada chek yozuvi yonib qoladi-yu. Jiddiy narsami o'zi? Mashinada sariq chiroq yonganda ustaxonaga olib kir, diagnostika qildir degan ma'noni bildiradi. Qizil yonsa o'zi to'xta, yurma. Yurmash kerak. E'tiborsiz yursa, kuchliroq buzilishga to'g'ri kelib qoladi mashina. Ziyo aka, sizda ham yonib qolgan, ko'rsatib oling aka. Ko'pchilik sifatsiz benzindan jalba qiladi-da. Nima muammolar olib kelyapti shu natijada? Sifatsiz benzin quyish ko'proq turbinali mashinalarda, mana kecha Malibu 2 ni qilib berdik. Malibu 1.5 turbo. Yomon benzin quyish sababli turbo naduf datchik singan, katalizator erib ketgan. Shu sababli mashinada yaxshi yurmasdan turbinasi ishlamay qolgan. Lekin bunday olib qaraganda o'zi toza benzin ham yo'qda hozir. To'g'ri, shunaqa. Aka, yana bitta narsa, bu Sonetni bir donami yoki boshqa bormi? Xuddi shunaqa Sonet. Yo'q, Andijonda o'zida, Andijon shaharda bunaqa Sonetdan yo'q boshqa, bu yagona. Chunki bunga alohida boshqacha mehr berilgan bu mashinaga. Bunaqa faradan hozir nechta mashinada bor? Andijon bo'yicha ikkita. Bittasi Forcing T5, ikkinchisi Kia Sonet. Manzilni aytib qo'ying endi. Manzil Urajanida 59-uy. Premier servis deb yozsa kelaveradi. Shuni karta olib keladi. Bo'ldi, aka nomerlari mana chiqdi. Telefon qilaverasizlar.